Birinchi qism. Bugun havo ochiq. Atgandan beri yo'l mang'ashqami putlarim mag'dursiz edi. Oldimda keng ketgan qo'mishlar bilan qo'rshalgan qumliq. Mening atrofimdagilar bar umidini menga bog'lagan edi. Biz Shisha Lexodan yo'lga chiqqanga mana bugun 3 kun bo'ldi. Ayni chaqda bovam tog'amga degan Yuan begining qabrisi tepilidigandek emas. Men bir qumushning yeniga kelib o'ltirdim. Haqiqatan mahorgan edim. Mening uzun yillik birodarim Wang Wu asta yenimga kelib o'ltirdi. Men uninga qarasam, u menga savol nazarda oldimdagi bir qurib ketgan qumliqda uzun turib rangi qoriga o'zgargan bir ko'takni ko'rsatdi. Men tuyuqsizla bir narsa esimga kelgandek, tog'amning bovam uningga so'zlab berganlari ko'z oldimdan o'tishga boshladi. 40 yil burun Changsha. 3 odam qabr qazish ko'rchigi bilan ustida turib, ostida nima ishlar bo'layotganligini bilmagidek ko'lab bo'lgan bo'lib, orasidagi yosh cho'ngroq biri bir gurjak to'pini elibla to'xtashga qo'lini ko'tardi. Ko'la verib, jili bo'lib turgan Livo debli joyida o'ltirib olib, nemish bo'g'iniga sap soldi. Yosh cho'ng kishini ular Laupan deb ataydigan bo'lib, bu odam xonliq davrlardila cho'ng amaldorlar boy xo'jamlarning qabrlariga ko'p tushib, nurg'un ishlarni boshdan o'tkazgan bo'lib, bir puti sal oqsaydi. Balkim burun qabrga tushganda bir kutilmagan ish yuz bergan bo'lishi mumkin. Laupan yana bir yosh yigitga qarab, qo'l chiriqni elishga buyurdi. Yosh yigit qo'l chiriqni elib berib, o'rakka yo'linib turdi. Laupan qo'li bilan to'pulani uyon-buyon qilib, kayniga qarab, "Biz qabr temini topdik." Livo o'rnidan turib qarab, "Qanday qilamiz?" degan ma'noda Laupanga qaradi. O qabr temini tutib ko'rib, "G'alitilg'u" deb kayindikilarga tushuntirdi. Asli odatda qabr temining ust tarafi po'latchiq bilan birga puxtlab yaslatdi. Lekin bu intayin bo'sh turdi. Bizning qo'llash yo'nalishimizdan qaragandimi, biz qabrning ust tarafidan kirsak to'g'ri bo'ladi. Lekin bu o'xshamayotidi-ku. Deb qo'l chiriqni yiqib, qabrning temi ko'ringan yerga qarab, "Saxta emas-ku-a" deginicha bir tal qabr keskini qo'lida tast tortib chiqadi. Bildikki, bu saxta bo'lmasdan kesakning ostida seriq ranglik ayni chog'larda podshohlarning qabrisiga ishiltiladigan tosh turadi. Buni ko'rib Laupan menga qaradi. Men hayajonlanganligimdan "Hargiz xato emas" deb varqirab aytdim. Laupan o toshni silab ko'rib, ham o'zi biladigan yer, suv ilmi bilan birlashtirib, bizning o'rnimizni bilib, davatdi. Ondan "Xatolashmasam, biz hozir dal qabrning hamdabni uyining ustida" deb bir muncha ehtimollikning borligini, agar ta'limimiz bo'lsa, bu qabrdan topgan jonivorlar bilan bir umr yeb yotadiganligimizni, agar nasib qolsa, ayni chaqda uninga uchragan qonliq murda chiqib qolsa, bu uchaylarning uninga hamra bo'ladiganligini deydi. O yana chiroyini boshqachalar o'zgartib, "Agar zulmat elchilari arvohlar uchrab qolsa" debla gapini to'xtatib oldi. Men uninga "Bo'ldi qila, Laupan, begala o'zimizni qo'rqitmayli. Avval tushib ko'rib boqmamdiq" debla qo'limga bolqani oldim. Yosh yigit bo'lsa, Laupanning gaplarini anglab kulishini yo yig'lishini bilmay, ang'ayqib qarab turardi. Laupan "Bo'pti" deb aytib, "Hay, shumtak, nimaga qarab tursa? Eylikdan bundaq bo'lasan, sal turib qabrga tushganda bir tiniq bilan jining chiqamdi nima? Mana, Livoga yordamlash" dedi. O asta mening yonimga kelib, "Li aka, Laupanning deganidek qonliq murda yoki arvohlar uchrab qolsa, bizning bu bir necha eski miltiqimiz bilan taqobil turg'ilib bo'lamdi" deb so'radi. Men uninga "Bo'ldi, ansirama. Kiribla oladiganni elibli kaynimizga qaramay chiqib ketamiz" dedim. O menga qarab beshini lang'ishitib qo'yib,
taşlarni tiyishga boshladik. O'g'irlik kamera ichilib, ichidan bir xil sesiq puroq demoqni etishtirib Biz qo'lchiriqni elib, yosh yigit beshiga kon chirig'ini muqimlashtirgandan keyin lopan bosh bo'lib qabrga tushdik. Qabrning ichi chiroq nuri tushgan yerdan boshqa hamma yerlari qo'lning uchinami ko'gilib bo'lmag'idek darajada qop-qorong'u bo'lib, yenimdagi ikki odamning nafas ovozidan boshqa hech nimani anglag'ili bo'lmayotdi. Tuyuqsiz lopan bizni chaqirdi. Biz uning yeniga beribla qo'rqib gapmi qilolmadim. Yosh yigit bo'lsa, varqirab yo qochib chiqib ketolmay, mening kaynimga choplashib turib oldi. Bu yerda bizning ko'yginimiz biri-biriga chirmishib ketgan jasad bo'lib, chirib ustixonlarli qolgan, ba'zilari texi to'liq chirib bo'lamagan bo'lib, nihoyatda qo'rqinchli yeri bularning birsiningmi bosh so'ngi ko'rinmaydi. Bu ahvolni ko'rib, qorong'ulik ichida teximi qo'rqinish, tashvish ta'siridan eg'izimga gapmi kelmay qoldi. Men taslikda esimni yig'ib, Lovpanga qaradim. O yandagi sopol buyumlarni elib qarab turardi. Men uningga hayron bo'lib, "Lovpa, sen bularni ko'mayyotamsan? Bu yerda masli bodek turadi," deb uningga qaradim. O menga qarab, "Bo'ldi, ansirashning hojati yo'q. Men 5 yil burun Biyovzilongda bir qabrga tushgan. U yerdami mushundaq jasadlar kirmishib ketgan jasadlarni ko'rgan. U yerda bunodimi ko'p ham qo'rqinchliqdi," deb sopol buyumga qarab ko'zatib Yosh yigit qo'rqindan qo'lidagi qo'lchiroqning nurimi joyida jim turmayotdi. U jasadlarga qarab, "Bu yerda jin bormi nima?" deb menga qaradi. Men uning nima deyishimni bilmay, qo'limda "yo'q" degan ma'noda ishora qildim. Men Lovpandan, "Sen burun kirgan qabrdagi jasadlarningmi bosh so'ngiga yo'qmidi?" deb so'rdim. Lovpan jasadlarga bir qarab etib, qo'shimizni turib, "Shundoq. Ularningmi bosh so'ngi yo'q. Hammasini bir joyga do'lab qo'ygan bo'lib, bu yerdagi jasadlardanmi natjasi ko'p," debla menga qo'lini shiltib turib, "Sen bunda qo'rqinchli qilsang, bu kasbda mangu bosh ko'tarmaysan," deb meni yeniga chaqirdi. Biz uning yeniga bordik. U qo'lidagi sopol buyumlarni ko'zitib, "Bu sopol buyum G'arbiy Yuan sulolasi davridagi xonzodlarning qasrdagi buyum bo'lishi mumkin. Buni biz elib chiqib sotamiz desak, necha mingga sota olamiz. Agar kim ortiq qilib setilsa, birdamdala buning bahosi necha yuz mingga o'rlaydi. Buni biz elib chiqib qo'ldan chiqarishimiz mutas." Deginicha, qo'lidagi sopol buyumni yerga tashlab, oldidagi boshqa cho'ng'iroq sopolga qaravotdi. Men qo'lchiroqni yo'ritib, tomdagi tom rasmlarga yo'ritdim. Birinchi tom rasmida bir to'p kishilarning bir tulki yuzlik odamga bosh urayotganligi tasvirlangan bo'lib, ularning kiyib olgan kiyimlari Shia sulolasi davrlarining kiyimlariga o'xshab qoladi. Men bularni ko'rib, ikkinchi tom rasmiga qaradim. Buningda bir murosimga o'xshash ko'rinish tasvirlangan bo'lib, nurg'un kishilar bir narsani o'rab bosh qo'yayotganligi tasvirlangan edi. Uchinchi tom rasmga qarab cho'chib ketdim. Buningda lashkarlarning nurg'un odamlarning beshini kesib, heliqi kishilar o'rab turgan yerga dovlayotgan. Tulki yuz odam beshida turib, hamma odam osmonga qarayotganligi, osmondan bir narsa tushayotgandek ko'rinish tasvirlangan edi. Men qo'rqib kekashlab turib, Lovpanni chaqirdim. Yosh yigit bilan u ikkisi yenimga kelib, nemish bo'lganligini so'radi. Men ularga tomdagi rasmni ko'rsatdim. Yosh yigit qarabla jin deb qochib ulgurdi. Men uni to'xtatib, Lovpanga qaradim. U qo'shimizni turib, birdam turib olgandan keyin eg'iz ichib, ko'p o'ylamanglar. Bu cho'qim qabr yasovchilarning qabri o'g'irlarini qo'rqitish uchun sizib qo'yganlari bo'lishi mumkin. Uning ustiga bu yerda bir narsa bor desakmi, bunchalik vaqtgacha biz saqlanmaydik," dedi. Lovpan qo'lchiroqni ko'tarib, oldidagi qabr yo'liga qarab mangdi. Yosh yigit bilan ikkimiz bir qaravatgandan keyin uningga agishib mangdik.
amaliyotdami qaysi bir qabr o'g'irsi oldiga kelib bo'lgan narsadan voz kechib qaytib ketadi deysiz. Bizmi amal yo'q uningga agishib mangdiq. Taxminan 10 minutlar atrofida mang'andan keyin oldimizda bir eshik ko'rindi. Qarasam, bu eshik ayni chaqlarda shohla ishiltadigan muz qoshtash ekanligini bildim. Bu eshik intayin cho'ng bo'lib, ustiga bir tulki yuz odamning naqishi o'yilgan edi. Men hayajonlanib, Laupanga qarab, gap qilay deb uningga qaradim. Umi bilib bo'lgan bo'lib, endi gap qilay deb turishiga yosh yigit qo'lidagi bolqisi bilan eshik kuchab urdi. Buni ko'rgan Laupan uning bolqisini tortib elib, "Sen haromzoda, nima qilay deysan? Agar bu ishni elib chiqib ketib, seni tashlab qo'ydigan ish bo'lsa-mu, buni elib chiqib ketma" deb ittirabatdi. Yosh yigit qo'dong'ishig'icha yoniga berib o'ltirdi. Amaliyotdami bunda qosh dishi eshik bebaho buyum bo'lib, hozirgi bozor bahosidami necha millionga yaraydi. Agar kim ortiq so'risiga chiqib qolsa-ku, oladigan odamning qurbi yetgan taqdirdami oshnon yemay o'ltasi bo'ladi. Laupan qopiqini turib yosh yigitga qarab qo'yib, eshikning bira mexanikalik qurilmasi bormi yo'q deb izlashga boshladi. Menmi tamg'i shuncha qarab, bira mexanikalik qurilmaning borligini bayqamadim. To'satdan yosh yigit bizni chaqirib, "Balki mushu kesak eshikning qurilmasi bo'lishi mumkin" deb boshqa bir kesaklardan farqli ko'tarilib turgan bir kesakni ko'rsatdi. Men kesakni kuchab bosdim. Eshik g'orildab pastga tushib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Biz eshikdan ichiga kirib, hayronlikda qaytib turibli qoldik. Aziz anglag'uvchilar, Arvoh soyisi nomli cho'ng tipdagi vakimalik asrimizning birinchi qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat.